Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi mavzuimiz genlarning komplementar ta'siri. Videoni ko'rishdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, boshladik. Noallel genlarni, ya'ni allel bo'lmagan genlarni o'zini biz 3 ta guruhga ajratamiz. Bular komplementar, epistaz va polimer. Demak, komplementar, epistaz va polimer noallel genlarga mansub bo'ladi. Ya'ni genlarni o'zini 2 guruhga ajratamiz. Allel genlar bo'ladi va noallel genlar bo'ladi. Endi noallel genlarni o'zini 3 guruhga ajratar ekanmiz. Bular komplementar, epistaz va polimer. Endi komplementar so'zining ma'nosi to'ldirish degan ma'noni bildiradi. Komplementar o'zi nima? Komplementar bu ota-onadagi yo'q belgilarni paydo bo'lishi komplementar hisoblanadi. Demak, ota-onada bo'lmagan belgi farzandlarda namoyon bo'lishi bu komplementar hisoblanadi. Ya'ni yangi belgilarning hosil bo'lish jarayoni komplementar hisoblanar ekan. Endi komplementar irsilanishda, ya'ni komplementar ta'sirda belgilar soni nechta bo'lsa, fenotip sinflar soni ham o'shanga teng bo'ladi. Ya'ni belgilar soni 3 tami, fenotip sinflar ham 3 ta bo'ladi. Agar belgilar soni 4 ta bo'lsa, fenotip sinflar ham 4 ta bo'ladi. Demak, ko'ramiz. Belgilar soni soniga fenotipik sinf soni teng bo'ladi. Demak, genlarning komplementar ta'sirida belgilar soni nechta bo'lsa, fenotipik sinflar soni ham o'shanga teng bo'lar ekan. Endi komplementar irsilanishda digeterozigotali organizmlarni chachishtirganimizdagi hosil bo'lgan fenotipik sinflar 9, 3, 3, 1. Birinchisi. Ya'ni jami 4 ta, ya'ni 4 xil fenotipik sinf bo'ladi. Keyingisi 9, 6, 1. 3 xil fenotipik sinf bo'ladi. 9, 3, 4. Bunda ham 3 xil fenotipik sinf bo'ladi. To'rtinchisi 9, 7. Bunda esa 2 xil fenotipik sinf bo'ladi. Endi belgilar soni nechta bo'lsa, fenotipik sinflar soni ham o'shanga teng bo'ladi dedik. Endi 9, 3, 3, 1, 9, 3, 4, 9, 6, 1, 9, 7 ga har biriga bittadan misol bilan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi 9, 3, 3, 1 ekan. Bunda 9, 3, 3, 1 ga tovuqlarda tochining shaklini misol qilsak bo'ladi. Demak, tovuqlarda toch shakli, ya'ni xo'roz yoki tovuqlarda tojining shakli komplementar irsilanishga misol bo'lar ekan. Buni digeterozigotali chachishtirib chiqsak 9, 3, 3, 1 ko'rsatilar ekan. Demak, ko'ramiz. Ya'ni bu organizmlarni o'zaro, ya'ni yong'oqsimon tojli tovuq yoki xorozlarni o'zaro, ya'ni tovuq xorozini o'zaro chachishtirganimizda umumiy nisbatimiz 9, 3, 3, 1 kuzatilar ekan. Bizda genotipik sinf bor edi. 122, 412, 121. Demak, yozaman. Doimo kattadan boshlar edik. B ni bitta kamaytiramiz.
Keyingisida a ni kamaytiramiz. Keyingisida esa ikkalasini barobar kamaytiramiz. Endi pastdan yozib ketamiz. Endi bular ichidan yong'oqsimon tojlisi qanaqa bo'ladi? Yong'oqsimon tojli bo'lishi uchun birinchi va ikkinchi javohar ikkalasi ham dominant bo'lishi kerak. Demak, yong'oqsimon demak, A ham B ham dominant keladigan bo'lsa, to'q yoki xo'rozlarning tojining shakli yong'oqsimon bo'lar ekan. Demak, bizda yong'oqsimonlar 9 ta chiqishi kerak ekan. Sanaymiz. 1 2 2. Demak, 2 ga qo'shsak 4, 4 ga qo'shsak 5. 5 ga 4 qo'shsak 9. Ya'ni mana A ham B ham kattalar. A ham B ham katta, A ham B ham katta. Hammasi katta. Jami bular soni necha ekan? 9 ta. Endi keyingisi A'lar dominant, B'lar kichkina. Bunda esa qanday toj kuzatiladi? Bunda gulsimon toj kuzatiladi. Demak, gulsimon tojli to'ygu xirozlarda belgilanishi mana bu holatda bo'lar ekan. Ya'ni mana ikkita katta, ikkita kichkina yoki bitta katta, uchta kichkina bo'lishi kerak. Demak, faqat A'lar katta, B'lar kichkina bo'lsa, to'q yoki xirozlarda tojining shakli gulsimon bo'lar ekan. Agar endi A'lar kichkina, B'lar katta bo'ladigan bo'lsa, nuqatsimon bo'ladi. Demak, mana A'lar kichkina, B'lar katta bo'lishi kerak. B bitta katta bo'lishi kerak yoki ikkalasi ham katta bo'lishi kerak. Agar ikkalasi ham B'lar umuman katta bo'lmasa, A'lar umuman katta bo'lmasa, oddiy bo'ladi. Faqat A'lar katta, B'lar kichkina bo'lsa, gulsimon. A'lar kichkina, B'lar katta bo'lsa, nuqatsimon. A ham B ham katta bo'ladigan bo'lsa, yong'oqsimon bo'lar ekan. Agar har ikkalasi ham resessiv bo'ladigan bo'lsa, ya'ni dominant gen uchramasa, tojining shakli oddiy bo'ladi. Demak, oddiy tojda umuman dominant gen bo'lmasligi kerak. Yong'oqsimon tojda A ham B ham dominant bo'lishi kerak. Endi gulsimon tojda B'lar kichkina bo'lishi kerak ekan, A katta bo'lishi kerak. Endi nuqatsimonda A'lar kichkina bo'lishi kerak, B ikkita katta bo'lishi mumkin yoki bitta katta B, bitta kichkina B bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Demak, yong'oqsimon ikkita katta B, gulsimonda faqat A'larning katta, B'lar kichkina, nuqatsimonda faqat B'lar katta, A'lar kichkina bo'lishi kerak. Endi oddiy tojda har ikkalasi ham bo'lishi kerak, kichkina bo'lishi kerak. Endi keyingi misolimiz 9 6 1. Demak, 9 6 1. Demak, fenotip sinflar soni necha xil? 3 xil. 9 6 1. Bunga biz oshqovoqni misol qilsak bo'ladi. Oshqovoq meva shakli. Demak, oshqovoqning meva shakli o'zi 3 xil bo'ladi. Fenotip sinflar soni 3 xil. Belgilar soni nechta bo'lsa, fenotip sinflar soni ham nima dedik? O'shanga teng bo'ladi. Bunda ham digeterozigotalilarni o'zaro chatishtirib chiqqanimizda hosil bo'lgan avlodlar soni 16 ta. Bular ichidan A ham, B ham dominant keladigan bo'lsa, mevasining shakli gardisimon bo'ladi. Demak,
A ham katta bo'lishi kerak ekan, B ham katta bo'lsagina oshqovoqning mevasining shakli qanaqa bo'lar ekan? Gardisimon bo'ladi. Endi A'lar katta, B'lar kichkina yoki A'lar kichkina, B katta bo'lsa, mevasining shakli yumaloq bo'ladi. Demak, farq yo'q bunda. A katta bo'lsa, B'lar kichkina bo'lsa ham, A'lar kichkina, B katta bo'lsa ham mevasining shakli qanaqa bo'lar ekan? Yumaloq bo'lar ekan. Endi umuman dominant gen o'chirilmasa, mevasining shakli uzunchoq bo'ladi. Endi aytyapti, digeterezgotni chashtirganimizda hosil bo'lgan oshqovoqlarning mevasining shakli nechta gardisimon, nechta yumaloq, nechta uzunchoq bo'ladi deyapti. Biz yana yozamiz 122 412 121. Demak, kattadan boshlaymiz. Demak, bizda 9 ta gardisimon bo'lishi kerak. Sanaymiz. 1 1 ga 2 qo'shsak 3, 3 ga 2 qo'shsak necha? 5, 5 ga 4 qo'shsak 9. Haqiqatan ham mana shu 9 tasi qanaqa bo'lar ekan? Gardisimon. Chunki bunda A ham katta bor, katta B bor. Har 4 talasida qaranglar. Bunda ham, bu ham, bunda ham har birida birinchi juftda ham, ikkinchi juftda ham B'lar katta. Demak, birinchi va ikkinchi juftda B'lar dominant keladigan bo'lsa, mevasining shakli qanaqa bo'lar ekan? Gardisimon bo'ladi. Agarda katta A umuman katta B uchramasa, agar kichkina A'lar umuman katta A uchramasa, B'lar katta bo'lsa, mana bu organizmlar endi, mana bunaqa organizmlar. Bu organizmlar mevasining shakli qanaqa bo'ladi? Yumaloq bo'ladi. Bizda 9 ta gardisimon, 1 2 qo'shsak 3, 1 2 qo'shsak 3, 3 ni qo'shsak 6. Demak, 6 tasi yumaloq bo'ladi. Va oxirgi faqatgina mana buni esa qanday shakli qanaqa bo'ladi? Uzunchoq bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, digeterezgotaga ega bo'lgan oshqovoq mevalarni, oshqovoqlarni o'zaro chashtirganimizda hosil bo'lgan avlodlar ichidan 9 tasi gardisimon, 6 tasi yumaloq, bittasi uzunchoq bo'lar ekan. E'tibor beramiz. Birinchi juft ham, ikkinchi juft ham dominant bo'lsa gardisimon, birinchi juft katta, ikkinchi juft kichkina yoki birinchi juft kichkina, ikkinchi juft katta, ya'ni dominant gen uchrasa, yumaloq bo'lar ekan. Umuman dominant gen uchramasa esa, mevasining shakli uzunchoq bo'ladi. Keyingisi 9 ga 7. 9 ga 7. 9 ga 7 no'xat gul toj barglarining rangi misol bo'ladi. Gul toj barglarining rangi. Bunda birinchi juft ham, ikkinchi juft ham dominant kelsa, qizil bultojbar hosil bo'ladi. Demak, qizil bultojbar hosil bo'ladi. Qolgan holatlarda oq bultojbar uchraydi. Nisbatimiz esa qizil rang 9 ta hosil bo'ladi, oq rang 7 ta hosil bo'ladi. Demak, digeterezgotali
no'xat gultojbaqlarini, no'xat gultojbaqlar rangini digeterizgotalilarni o'zaro chachilganimizda 9 ta qizil gultojbaq, 7 ta oq gultojbaqlar nima bo'lar ekan? Hosil bo'lar ekan. Endi yana 9 3 bir yana bitta misol ko'ramiz. 9 3 1 ya'ni 9 3 3 1 ga yana misol bo'ladi. Xoldor tutalarning Avstraliya xoldor tutalarining patranga. Patning rangi nimaga misol bo'lar ekan? Komplementar ta'sirga misol bo'ladi. Bunda ham e'tibor bersalaring, tovuqlarning tojining rangiga o'xshab ketadi. Nimaga o'xshab ketar ekan? Tovuqlarning tojining rangining shakliga o'xshab ketadi. Unda qanaqa bir a'lar yoki beylar katta bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Misol uchun birinchi juft A katta, ikkinchi juft B ham katta bo'lsa, xoldor tutalarning patnining rangi yashil bo'ladi. Qanaqa rang bo'lar ekan? Yashil bo'ladi. Endi agar A'lar katta, B'lar kichkina bo'lsa, ya'ni mana bu holatda kichkina bo'lsa, patining rangi havorang bo'ladi. Agarda A'lar kichkina, B katta bo'lsa, patining rangi sariq bo'ladi. Agarda umuman dominant gen uchramasa, oq bo'ladi. E'tibor beringlar. Bu yerda katta A bo'lishi mumkin, kichkina A bo'lishi mumkin. B ning yonida katta B bo'lishi mumkin, kichkina B bo'lishi ham mumkin. Esdan chiqarmanglar. Endi keyingisi 9 3 4. 9 3 4. 9 3 4 ga biz sichqonlarda yung rangini misol qilamiz. Sichqonlarda yung rangi. Demak, sichqonlarning junining rangi komplementar irsilanishga misol bo'lar ekan. Bunda nisbat 9 3 4 kuzatilar ekan. Endi demak, birinchi juft va ikkinchi juft ikkalasi ham dominant keladigan bo'lsa, junining rangi kulrang bo'ladi. Demak, A katta, B ham katta bo'lsa kulrang bo'lar ekan. Agar A'lar katta, B'lar kichkina bo'lsa qora rang. Agar A'lar kichkina, B katta yoki umuman dominant gen o'chiramasa, tanasining rangi oq bo'ladi. Demak, digeterizgotali sichqonlarni o'zaro chachilganimizda 9 ta kulrang, 3 ta qora, 4 ta oq olinadi. Endi fenotipik nisbatimiz demak 9 3 4 ekan. Genotipik nisbat qanaqa bo'ladi? Genotipik nisbatimiz 122 412 121. Demak, 122 412 121 doimo digeterizgotali organizmlarni o'zaro chachilganimizda hosil bo'ladigan genotipik nisbat.
Demak 122, 412, 121 bo'ladi. Yana qaytaraman. Genlarning komplementar ta'sirida belgilar soni nechta bo'lsa, fenotipik sinflar soni ham o'shanga teng bo'ladi. Komplementar irsilanishda quyidagi fenotip nisbatlari kuzatilar ekan. 9-3-3-1, 9-6-1, 9-3-4, 9-7. To'g'rilarda tojning shakli misol bo'lar ekan. Bu birinchi juft A, ikkinchi juft B katta bo'lsa, ya'ni bu A'larning yonida katta bo'lishi, kichkina bo'lishi mumkin. B'ning yonida katta B bo'lishi mumkin yoki kichkina B bo'lishi mumkin. Demak, birinchi juft A dominant, ikkinchi juft B ham dominant bo'lsa, to'g'rilarda tojning shakli bo'lsin, yong'oqsimon bo'ladi, yong'oqsimon. A'lar katta, B'lar kichkina bo'lsa, gulsimon. Agarda B'lar katta, A'lar kichkina bo'lsa, no'xatsimon. Agar umuman dominant gen uchramasa, toji oddiy bo'ladi. Endi oshqovoqlarning meva shakli agarda birinchi juftdan ikkinchi juft ham katta bo'lsa, gardisimon. Endi birinchi juft A dominant, ikkinchi juft B resessiv yoki shuni teskarisi. A'lar kichkina, B'lar katta bo'lsa, yumaloq, umuman dominant gen uchramasa, uzunchoq bo'ladi. Mana yozib qo'ydimmi? Demak 9 tasida, ya'ni A ham dominant, B ham dominant. Buni ham xuddi shunaqa, A ham B ham dominant. Bunisiga qarasalaring, A ham B ham dominant, lekin yonida nimasi bor? Kichkinasi bor. Ya'ni kichkina bor, kichkina B bor. Bunda ham yong'oqsimon kuzatilar ekan. Gardisimon kuzatiladi. To'g'rilarni adashib ketdim. Demak, gardisimon kuzatiladi, A ham B ham dominant bo'lsa. Agar A'lar dominant, B'lar kichkina bo'lsa yoki A'lar kichkina, B'lar katta bo'lsa, yumaloq bo'lar ekan, mana jami 6 ta. Umuman dominant gen uchramasa, uzunchoq bo'lar ekan. 9-7 no'xat gultojbarlarning rangini misol qilsa bo'lar ekan. A ham B ham dominant bo'lsa, qizil rang. Qolgan barcha holatlarda gultojbarlarning rangi oq rangda bo'lar ekan. Nisbatimiz 9 ga 7 bo'ladi. Bu diketerozigotali no'xatlarni o'zaro chashtirganimizda, ya'ni qizil ranglarini aslida chiqmasin. Endi yana 9-3-3-1 ga misolimiz. Xoldor tutilarning patr rangi misol bo'ladi. A ham B ham dominant bo'lsa, ya'ni birinchi va ikkinchi juft belgilari dominant bo'lsa yashil, faqat birinchi juft dominant, ikkinchi juft resessiv bo'lsa havo rang, birinchi juft resessiv, ikkinchi juft dominant bo'lsa sariq, umuman dominant gen uchramasa, xoldor tutilarning patrning rangi qanaqa bo'ladi? Oq rang bo'ladi. Esdan chiqarmaymiz. Endi biz sizlar bilan keyingi darsimizda komplementar irsilanishga doir masalalar tahlilini boshlaymiz. Keyingi video darslarini o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.